Birinchi o'yin bu Survival Craft 2. Salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Yasiko 07. Bugun men sizlarga ajoyib, g'aroyib eski klon versiya Minecraft versiyalarini ko'rsataman. Ha, oldingizga bitishga narsalar olib o'ylab men videoni boshladim. Mana birinchi o'yin bu Survival Craft 2. Mana masalan, bunda siz ko'p o'rtoqlaringiz bilan ulanib o'ynasangiz bo'ladi. Hozir men meri ochaman. Survival kreativ qilamiz. Xo'p, mana nima qildik? Bu yerda ikkita personaj bor, masalan o'g'il bola, masalan qiz bola. Hozir men o'zimga nom qo'yaman. Yasiko 07 qo'yaman. Yasiko 07. Mana endi sherigimni ismini Fayzullo qo'yaman. Fayzullo. To'xtanglar, bobo qo'yaylik. Fayzullo bobo aldoqchi deymiz. Aldoqchi. Men doimiy ald edi-da. O'shanga Fayzullo bobo aldoqchi qo'ydim. Mana bo'ldi. Agar yana mana addon, mana matiga oldida tugma bordi-yu, playda oldidagi. Ashun bo'lsanglar, ikkita bo'lsanglar, yana ikkita o'yinchi qo'shib beradi. Mana men boshladim. Ha, aytgancha bularda hammasi telefonga. Bular qayerdan topamiz deylar? Men Telegram kanalim bor, videoni oxirida ko'rsataman. Mana o'yinni qaranglar. O'ynayapman hozir. Hozir men daraxt borib ko'layman. WhatsApp obunachilar. O, mol pollar ko'rasizlarmi? Agar ularni ursanglar, bor do'stim urib ko'r. Nima qilishni ko'ramiz. Qarasizlar, urdi. Kreativdamiz. Aytgancha biz daraxt debmiz. Qaranglar, bizga mana masalan bu o'yinda любой tarafda uxlasanglar bo'ladi. Chunki bunda yotoq yo'q. Masalan, kechasi bo'ldi yoki charchadilar. Bunday bu yotoqni bitta bosib qo'ysanglar, yotoqni bitta bosib qo'ysanglar, o'zi uxlaydi. Mana qaranglar, turli xil bloklar bor, fakker, makker. Hozir ko'rsataman. Mana fakker bor, ashnaqalar bor, turli xil bloklar bor, qabr deysizlarmi? Tosh bosh. Hamma narsa bor. Bunda zo'r bolta, mana bolta. Xullas, men bunga Qashaqacha kelibdi. Xullas, sizlar o'rtoqlaring bilan bitta telefonda naqd 4 ta o'yinchi qo'shib o'ynasanglar bo'ladi, 3 tali, bittali qilib o'ynasanglar bo'ladi. Boltalar bilan o'ldirsanglar bo'ladi. Xullas, endi ikkinchisiga To'xtanglar, menga qarab olinglar. Hozir men sizlarga paqpaqani ko'rsataman. Mana sizlarga paqpaqa. Mana boltalarda ko'p ursanglar joni ketadi. Mana paqpaqani kimda ko'rsatib beraman? Qani u sherigim? Masalan, men uni boshiga bitta ursa, yonadi, ko'ryapsizlarmi? Paqpaqa. Hayır, endi ikkinchisiga o'tamiz. Hozir biz endi ikkinchi o'yin bu Survival Craft 1. Ikkinchi o'yin bu o'sha Survival Craft. Mana hozir biz meri ochamiz. Shu kreativ o'tib olib, mana merga kirdim. Bu o'yin menga yoqdi. O'zlaring kommentariyada 1 dan 10 gacha ball berasizlar. Mana biz Samer yozgan moslab ochdik. Bas bunda bir kishi yasasa bo'ladi xolos. 2 kishilik bas Survival Craft 2 da 2 kishi yasasa bo'ladi. Shunaqa gaplar. Majnaqa nima qilaverasizlar? Agar nimadir bir kerak bo'lmoqchi bo'lsa, help me so'raysizlar. Masalan, animals yoki blogs, mana bu nima deb so'raverasizlar qo'rqmasdan. Mana masalan, ish yasamoqchi bo'lsanglar, ashunday qilib o'rganasizlar. Endi biz 3-o'yinga o'tsak. 4-o'yin Blockcraft 3D. Mana bu o'yin 4-o'yin Blockcraft 3D degan ekan. Hozir mana masalan nimadir qilmoqchi bo'lsanglar, mana u uyni bosasizlar. Uychada o'zi ko'rib beradi, pullarga yarasha bunday bosasizlar. Ashunday qilib bu joyga qo'yib turib, mos joyni topasizlar o'zlaringga. Keyin bunday bosasizlar, tayyor bo'ladi yoki pulga tayyor qildirsanglar bo'ladi yoki o'zlaring qilsanglar bo'ladi. Xullas shundan iborat. O'zlaring kommentariyada fikr yozasizlar. So'nggi o'yin bu Party Craft. Bularning bari meni Telegram kanalimda. Bu 5-o'yin. Bunda asosan siz bunday qilasiz. Masalan, mana bu telefon nomerdan bunday bostirib o'rtoqlaringiz bilan paydo qilasiz, gaplashasiz, so'rashasiz, naqa qilasiz. Xullas shunaqalardan iborat. Bu o'yinda xohlagan narsalarni haydasanglar bo'ladi. Shulardan iborat. Xayr, video tugadi, kanalga obuna bo'ling, like tugmachasini bosib qo'ying. Xayr, yana keyingi video safar shuni chiqarmoqchi bo'lsa, xayr. Obunachilar, mana YouTube kanalimga ham kirib oldim. Endi hozir biz Telegram kanaliga kirishni o'rgataman. Bu mana ko'ryapsizlarmi? HPT burchakda u nima bor? Shuni ustiga bitta bosamiz. Mana bosdim, xrom chiqdi.
Uni ustiga yana bitta mana Telegram kanalimga kirib oldik. Endi ko'ryapsizlar. Mana shu tashlab qo'yaman. Bu xullas video tugatni kanalga obuna bo'ling, like, bochas, xayr video.